Assalomu alaykum, kanalimizga hurmatli obunachilar. Navbatdagi kontentimiz pensiya to'lovlarini naqd pulga o'tkazish yoki naqd pulda olish yo'nalishini MyGov.uz orqali qanday qilib amalga oshirsa bo'ladi, shu jarayonni ko'rsatib berishdan iborat bo'ladi. Kontentni boshlashdan oldin bizni yangi ko'rayotgan kuzatuvchilarimizdan demak kanalga obuna bo'lishni va shu vaqtgacha qadar demak joylashtirilgan video yo'riqnomalarimiz bilan tanishishni so'rab qolamiz. Aynan hayotlarini boshqarish uchun, uydan to'xtab barchasini bajarish uchun yo'nalishda demak kanalimizda kontentlar joylashtirilgan. Aynan shu kontentlar orqali demak davlat xizmatlari yo'nalishida xizmatlardan foydalanib o'zlariga zarur bo'lgan yo'nalishlarni bilib olishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, demak bugun kontentimiz MyGov.uz ilovasi orqali emas, demak Chrome ilovasi orqali o'tib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sababi endi jarayon bir xilda amalga oshadi. MyGov.uz ilovasidagi oyna Chrome orqali o'tgan oyna bilan deyarli birga bir mos tushadi. Shu sababli Chrome platformasi orqali ko'rsatib beraman. Endi pensiya nafaqaga chiqqan insonni demak MyGov.uz'dagi login parollar orqali kirganman. MyGov.uz ilovasida o'zimni aynan login parolim bilganligi sababli hozirgi holatda boshqa birovdan nomidan o'zgartirishga hojat qolmaydi. Xo'sh, ekranda ko'rinib turgan oynada demak MyGov.uz'ga demak kirgan holatimiz aks etgan. Bunda o'sha pensiya nafaqadagi insonlarimiz aynan ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari talab qilinadi. Shuningdek aynan ro'yxatdan o'tish jarayonlarida demak kanalimizda joylashtirilgan ro'yxatda o'tish jarayonlari aks etgan demak kontentdan foydalanib dastlab ro'yxatdan o'tib so'ngra jarayonni davom ettirsa bo'ladi. Demak, bu yerda bizga zarur bo'lgan xizmat aynan pensiya degan sohasi mavjud. Shu pensiya degan sohada bizda bu yerda pensiya to'lovini naqd pul shakliga o'tkazish degan xizmat mavjud. Demak, xizmat bepul amalga oshiriladi. Demak, avtomatik tarzda ma'lumotlar kiritilishi bilan bizda namoyon bo'ladi. Biror bir turdagi hujjat talab qilinmaydi. Xo'sh, MyGov.uz ilovasida xizmatdan foydalanish yuqori qismida ana bu yerda ko'rinadi. Bunda holatda demak biz Chrome brauzeri orqali o'tganimiz sababli xizmatdan foydalanish pastda aks etgan. O'sha xizmatdan foydalanishni bosib jarayonni davom etamiz. Demak, bizga mavjud chiqqan oynada birgina pensiyani aynan qaysi yo'nalishda siz chiqqansiz, shu yo'nalishni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. 50 yoshga doir pensiyani tanlaymiz. Tekshirish qilamiz. Tekshirish qilganimizda bizga demak qo'shimcha ochilgan oynada pensiya turi demak aynan yoshga doirligini tanladik. Sizdagi holat boshqa biror bir nogironlik bo'lishi mumkin va hokazo shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin. O'sha yo'nalishni to'g'ri tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, naqd pul shakliga foiz umuman demak bu fuqaromiz aynan plastik ko'rinishda barcha to'lovlarni olib kelayotganligi sababli naqd pul shaklidagi foiz 0% deb ko'rsatyapti. Bank plastik kartadagi foizi 300% deb ko'rsatib aks etganda 100% nazarda tutgan buni 300% degan mazmunda barchasi degan mazmunda shunday ifodalagan. O'zgartiriladigan naqd pul shaklidagi foizni tanlang degan. Bu yerda siz xohlasangiz ma'lum foizini naqdga, qolganini plastikga olishingiz imkoniyati mavjud. 100% agar naqdga olmoqchi bo'lsangiz 100 ni, demak 70% yoki 50% ni naqd pul shaklida olmoqchi bo'lsangiz, demak 50% ni belgilab, shundan so'ng jarayonni o'zgartirish tugmasi orqali demak aynan shu yo'nalishda naqd pul olish uchun demak murojaat yuborsangiz bo'ladi. Shundan so'ng sizga belgilagan o'sha foiz miqdorida qismi naqd pul shaklida, qolgan qismi plastik ko'rinishda amalga oshiriladi. Agarki 100% demak belgilasangiz, plastikda emas, doimiy to'lovlaringizni naqd pul shaklida olib borishingiz mumkin bo'ladi. Kontentimiz shu mavzuda edi. Takror aytamiz, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida zarur xizmatlarni doim kuzatib boring. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.